Har semestrda O'zbekiston oliy ta'lim talabalarini eskirgan va noqulay imtihon tizimi qiynaydi. Imtihon topshirish jarayoni uchun har bir talaba bir semestrda taxminan 8 ta muhrlangan 12 varaqlik daftar ishlatadi. Respublikamiz bo'ylab har semestr uchun bu taxminan 12 million daftar degani. Bu esa bir semestr taxminan chakkana narxda 14 milliard so'mdan ziyod xarajatni bildiradi. Yiliga esa 28 milliard so'm degani. Bu xarajat faqat moliyaviy emas, har yili qayta ishlangan qog'ozlardan tashqari taxminan 9000 ta daraxt kesilishi talab qiladi. Bunda tabiatga katta zarar yetadi. Bundan tashqari, akademik korrupsiya, nohaqlik va baholashdagi subyektivlik ham talabalar va o'qituvchilarni qiynab kelmoqda. Imtihonchi O'zbekiston universitetlari uchun ilg'or sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadigan imtihon oluvchi platformasini taklif etamiz. Imtihonchi platformasi katta til modellariga asoslangan GPT-4, Cloud va Gemini kabi zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyalari orqali o'zbek, rus va ingliz tillaridagi imtihonlarni fanning baholash mezonlariga asoslanib aniq baholay oladi. Imtihon jarayoni qog'ozsiz, shaffof va adolatli bo'ladi. Shuningdek, platforma individual test topshiriqlari, vaqt bo'yicha cheklangan imtihonlar, faoliyatni kuzatish va nazorat uchun kamera qo'llash imkoniyatlariga ega bo'ladi. Talabalar o'z javoblarining sun'iy intellekt tizimi orqali tekshirilgan hamda o'qituvchilar tomonidan tasdiqlangan baholarini va ularning izohlarini tezda qo'lga kiritadi. Ma'lumki, o'qituvchilar har bir daftarni 10-15 daqiqa tekshiradi. 1,5 million talabaga nisbatan bu millionlab daqiqalarni tashkil etadi. Imtihonchi esa bu jarayonni avtomatlashtiradi va o'qituvchining vazifasini nazorat, sharhlash va yakuniy bahoni tasdiqlash bilan cheklaydi. Bu vaqt akademik halollikni, vaqt samaradorligini va shaffoflikni keskin oshiradi. Texnik jihatdan to'liq amalga oshiriladigan va kengaytirishga mos imtihonchi platformasi Xemis oliy ta'limni boshqarish axborot tizimi bilan integratsiyalashadi. Bunda Microsoft Azure, Databricks, Cloud xizmatlari kabi bulutli xizmatlardan foydalanib, ma'lumotlarni samarali modellashtirish, sun'iy intellektlarni sozlash va xavfsiz hosting amalga oshiriladi. Imtihonchi iqtisodiy va ekologik jihatdan ham katta foyda beradi. Ta'lim xarajatlarini kamaytiradi, qog'oz sarfini yo'q qiladi va minglab daraxtlarni saqlaydi. Yakunda imtihonchi shunchaki innovatsiya emas, bu O'zbekiston ta'lim tizimini keskin rivojlantirishiga olib boradigan haqiqiy inqilobdir.